Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Bu meni birinchi solo podkastim bo'ladi. Men podkast yozishni boshlashni qaror qildim va boshidan aytmoqchiman, bu narsaga, ya'ni podkast olishga, solo podkast yozishni boshlashga meni inspire qilgan, meni ilhomlantirgan, turtki bergan inson bu Barno Muqimova. Men Barno Muqimovani muxlislariman va ularga havas qilib, ularga o'xshashga harakat qilib, men ham qo'limdan kelgancha solo podkastlar olishga qaror qildim. Umid qilamanki, sizlarga bu yoqadi va agar yoqsa, kommentariya va layklarni sizlardan kutib qolaman. Bu menga motivatsiya bo'ladi va keyinchalik ham bu narsani davom ettiramiz, xudo xohlasa. Demak, bugungi mavzuyimiz nima bo'ladi? Bugungi mavzuyimiz orzulardan voz kechmaslik. Bu boshlanishiga oddiy eshitilishi mumkin, lekin buni tagida juda ham chuqur ma'no bor. Bugungi podkastimizni bosh homiysi bo'ladi Alkemist kitobi, Alkimyogar kitobi. Men nima demoqchiman? Spoiler sifatida bitta gap aytaman. Agarda mana shu kitobni oldinroq o'qiganimda, menimcha men bolalikdagi orzularimdan voz kechmagan bo'lardim, menimcha. Men qo'rquvim sababli, o'zimga ishonmaganim sababli, qo'rqqanim sababli yoki-da orzularga ishonmaganim sababli bolalikdagi juda ham ko'p orzularimdan voz kechganman. Va bu kitobni o'qiganimdan keyin men shuni tushunib yetdimki, orzularni amalga oshirish kerak. Ular bizga bekorga berilmaydi. Hozir chuqur bu haqida gaplashamiz. Oxirigacha ko'ringlar, juda ham qiziq bo'ladi. Demak, bu kitobni o'qiganmisizlar, o'qimaganmisizlar bilmadim. O'qimaganlar uchun buni qisqacha mazmunini aytib beraman. Kitobda Santiago degan cho'pon bola bo'ladi va u tushida Misr piramidalarini va u yerdagi xazinalarni ko'rib qoladi. Va u o'sha Misr piramidalariga yetib olish uchun ma'lumot uchun aytaman, Santiago Ispaniyada yashaydigan bo'ladi. Ispaniyadan Misrga o'zi sayohat qilishni, o'sha yoqqa borishni oldiga maqsad qilib qo'yadi va yo'lga chiqadi va yo'lda juda ham ko'p odamlarga uchraydi, juda ham ko'p hayotiy saboqlarni oladi, sinovlardan o'tadi, savdogarlar, donishmandlar, ruhoniylar, juda ham ko'p odamlarning oldidan o'tadi va hayotiy saboq oladi ulardan. Va oxiri yetib boradi va оказывается, u xazina aslida o'zini shahrida bo'ladigan bo'ladi. Lekin Santiago shuni tushunib yetadiki, haqiqiy xazina men bu narsadan olganim, men o'sha Ispaniyadan Misrgacha bo'lgan sayohatida juda ham ko'p qiyinchiliklarni o'tadi, hayotiy saboqlar oladi va mana shuni o'zi xazina ekan menga deydi. Lekin bu yerda orzular nimaga aloqasi bor? Orzu, qo'rquv, orzudan voz kechmaslik nima aloqasi bor desanglar, u bola orzusidan voz kechishiga olib boradigan juda ham katta sinovlar bo'ladi, lekin u voz kechmaydi. Va ruhlar tili degan narsa bor. Bu yerda ruhlar tili degan teoriya bor. Bu qanaqa tushuntirilgan? Butun koinotni bitta tili bor. Misol uchun shamol, sahrodagi qum, odamlar, qushlar hammasi bitta tilda gaplashadi va bu ruh tili. Agar siz o'sha ruh tilini bilib olsangiz, tushunsangiz, sizga o'sha aytishadi-ku, agar bitta narsani chin dildan xohlasang, butun koinot senga o'sha narsani yetishtirishga, o'sha narsaga olib boradi. O'sha orzungni amalga oshirishga yordam beradi. Va bu yerda shu gap aytiladi. Agar siz o'sha ruhlar tilini bilib olsangiz, tushunib olsangiz, butun o'sha shamol ham, qum ham, qushlar ham sizga sign beradi, belgi beradi va siz o'sha belgilarni tushuna olsangiz, ularni tilini tushunsangiz va ulardan to'g'ri xulosa chiqarib olsangiz, butun koinot, tabiat, qushlar hamma sizga yordam beradi. O'sha Misrga, bu Santiagoni Misrga yetib olishiga va bizani orzularimizni ushaltirishiga. Va bilasizlarmi, bu ko'rinishidan oddiy bitta ertak kitobga o'xshaydi, lekin juda ham katta ma'no, juda ham katta olsa bo'ladigan katta hayotiy saboq bor bu yerda. Tak, endi men xulosamga o'tsak, nimaga men orzularimdan voz kechdim dedim va qanaqa xulosa oldim bu kitobdan?
hech nima to'qilmagan, hammasi realniy. Bilasizlarmi, bir paytlar o'zimni sahifamni yuritish, podkast olish, YouTube'da o'zimni ko'rsatish, Instagramda o'zim sahifamni yuritish, blogimni yuritish mani hattoki 1 yil oldin ham 7 uxlab tushimga kirmagan. Men shunchaki o'ylardim, bu narsa hech qachon bo'lmaydi. Gap meni qila olmasligimda yoki boshqada emas. Gap meni oilam bu narsaga ruxsat bermaydi deb o'ylardim. Chunki lekin rostdan ham shunaqa edi. Rostdan ham meni oilam juda ham skrytiv va meni yuzimni ommaga ko'rsatishni xohlashmasdi. Umuman media sohasida bo'lishimni uncha tarafdori bo'lishmasdi. Lekin bu kitobni men o'tgan yil o'qiganman va o'qidim. Bu yerda bitta narsani tushunib yetganimdan keyin orzu qildingmi, u narsa bekorga senga berilmadi. Agar diniy tarafdan gapiradigan bo'lsak, hammamiz o'ylashimcha bu yerda meni kuzatadiganlar musulmon. Alloh qalbingga bitta orzuni, bitta ishni hech qachon bejizga tashab qo'ymaydi. Qalbingga bekorga tashab qo'ymaydi uni. Senga shu narsani xayol qildirdimi, shu narsani qalbingga singdirdimi, demak nimadir bor. Nimadir bor. Xudo senga ishonyapti shu narsani qila olishingga. Nima qilish kerak? Endi olmani tishlab og'zingizga solib qo'yishmaydi-ku. Harakat qilish kerak. Men aytdim, miyamga keldi. Bilmayman, qayerdan keldi. Qalbimda, miyamda shu narsa aylanverdi. Shu o'tgan yili sentyabr, oktyabr oylarida keyin bu kitobni o'qiganim va ichidagi mana shu gaplar meni esimga keldi. Bekorga Xudo meni qalbimga solmadi. Nima qilish kerak? Harakat qilish kerak. Qani kichkina harakat qilib ko'ring, kichkina qadam bosib ko'ring-chi. Va hali даже so'ramaganman uyimdagilardan. Maylimi shuni boshlasam, nima sizlar qarshi emasmisizlar deb, hattoki so'rab ham ko'rmaganman, lekin men o'zi xayolimda yo'q bo'la yo'q deyshadi. Men boshlamayman bu narsani deb mana shu narsa bo'lardi. Va harakat qildim. Qani kichkina bitta step, bitta qadam tashab ko'ring-chi, nima bo'lar ekan. Va ishonasizlarmi, bir marta gapirganimda уже meni tushunishdi. Va men o'shanda o'ylashimcha, kimdir aytgan shu gapni. Ruhlar tilida. Aziza, sen kichkina bitta harakat qilib ko'rchi, kichkina qadam tashab ko'r, nima bo'lar ekan? Yo'q bo'lsa yo'q bo'ladi, ham bo'lsa ham bo'ladi. Xudo senga bekorga buni berib qo'ymadi-ku, qalbingga bekorga senga shu ideyani bermadi-ku deb turib, menga shuni qaysidir tarafdan ruhlar tilidan shu gapni eshitdim. Kim aytdi, nima qildi bilmayman, lekin bu aniq men o'zim emasman. Siz ba'zan o'zingizga gapirganingizda ham o'sha ruhlar tili bo'lishi mumkin. Va endi men nimaga kichkinaligimdagi bolalikdagi orzularimdan voz kechmagan bo'lardim deyapman. Hozir ham media sohasida ozgina bo'lsa ham borman, lekin men kichkinaligimda orzu qilardim kattaroq media sohasida asosiy professiyam media sohasida bo'lishni juda ham xohlardim va buni ham hattoki qadamam bosib ko'rmaganman, chunki u paytda bu narsalarni bilmasdim. Bu kitobni hattoki men bilmasdim bunaqa kitob borligini. U paytda shunchaki orzu qilardim, lekin hattoki bir qadam ham tashlamaganman. Shunchaki orzu qilganman. Всё. Bu faqat orzu, Aziza. Bu amalga oshmaydi. Senga hech qachon bu narsaga ruxsat berishmaydi. Hech qachon sen ashulachi bo'lishingga ruxsat berishmaydi. Hech qachon jurnalist bo'lishingga ruxsat berishmaydi deb turib, men o'zim demotivate qilardim. Va qo'rquv juda ham kuchli bo'lgan. Va keyin bu kitobni o'qidim va tushunib yetdimki, sizga nimadir ideya berildimi? Xudo sizni qalbingizga, sizni miyangizga bitta ideyani, bitta ishni berdimi? Bu bekorga emas, bu bejizga emas. Agar siz harakat qilsangiz, butun koinot sizni o'sha orzuyingizga yetishtirishga yordam beradi. Oldinlari mana shu gap shunchaki bitta gapdek tuyulardi, to'g'risi. Gapiraverishadi, bitta oddiy gaptirdim, lekin aslida oddiy gap emas ekan. Endi qaranglar. Shu kunlarda adashmasam shu 1-2 hafta ichida yana bitta narsa meni qalbimga tushdi. Chet elda o'qish. Italiya yoki Koreyada o'qishlarni Instagramdan chiqib kelyapti menda grantlar yutish boshqalar bo'yicha va bilasizlarmi, o'sha narsa yana menda takrorlanyapti. Ya'ni negativ saydi.
yo'q, senga hech qachon ruxsat berishmaydi chet elda o'qishga. Aziza, bu shunchaki orzu, harakat ham qilma. Bu shunchaki orzu. Bo'lmaydi unaqasi. Hech qachon senga ruxsat berishmaydi degan narsa ichimda bo'ldi yana va esimga tushdi nimalar bo'lgani oldin va mana bu kitobdan qanaqa xulosalarni olganim va blogimni boshlaganim. Bilasizlarmi? Ana o'shandan keyin o'zimga bo'lgan qo'rquvimni yengdim yana bir marta. Sen shunchaki o'ylayapsan, lekin hali sen bir qadam ham tashlamading-ku, aziza, degan narsa yana kimdir gapirdi menga. Yana kimdir o'sha ruh tilini eshitdim, ruhlar tilini eshitdim. Kimdir aytibdi menga. Sen hattoki bir qadam ham tashlamading. Nimaga yana o'zingning orzuyingdan voz kechyapsan? Senga Xudo bekorga shuni dilingga solmadi. Nimaga sen yana o'sha oldingi ishingni qilsan? Oldingidek xuddi bolalikdagi orzularingdan shunchaki voz kechib yuborganingdek bundan ham voz kechmoqchimisan deb menga kimdir aytdi. Va men uni eshitdim. Hissidan hissa shuki, agar siz orzu qilsangiz, yana o'sha gap, butun koinot sizga yordam beradi o'sha orzungizni amalga oshirishga va hayotni o'zi sizga saynlar beradi, belgilar beradi va ruhlar tili orqali sizga gapiradi, uni yetkazadi. Va eng asosiysi bu yerda ana o'sha ruhlar tilini eshita olish. Siz agar o'shani eshita olsangiz, bo'ldi, siz почти yutdingiz, почти marraga yetib keldingiz. Va umid qilamanki, sizlarga aytmoqchi bo'lgan gapimni, mazmunini sizlarga yetkaza oldim degan umiddaman. Bilmadim, podkastim yaxshi prosmotr oladimi, yo'qmi, sizlarga yoqadimi, yo'qmi, to'g'risi bu narsani umuman bilmayman. Shunchaki tavakkal qilib boshladim. Ha, bu ham e'tibor beramiz. Shu narsa ham kechagina meni qalbimga tushdi. Aziza, Barnom Muqimovani podkastlarini, solo podkastlarini o'zing qoldirmasdan ko'rasan. Sen o'zing ham qilib ko'rsangchi shu narsani. Senda ham baribir ulardagi zo'r emas-ku, ulardagi endi hali hayotiy tajribamiz yo'q. Xudo xohlasa ularga o'xshaymiz, lekin ozgina bo'lsa ham bor-ku. Ozgina bo'lsa ham sen miyangda qanaqadir fikrlar keladi. Kitoblar o'qiganingdan keyin o'sha fikrlar keladi, xulosalar olasan, insightlar olasan. O'zing gapirib yurasan keyin uni. O'sha narsani sen ham ularga o'xshab qilsang nima bo'ladi degan narsa kechagina meni miyamga keldi va bugun ko'rib turganinglardek, menimcha men ko'p teoriya haqida gapirmasdan sizlarga realniy misollar bilan ko'rsatib berdim va tushuntira oldim degan umiddaman. Agar sizlarga bu podkastim sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like kutaman, komment kutaman va sizlarga qanaqa mavzular qiziq bo'lgan bo'lardi. Конечно, sizlar aytgan mavzuda men qila olamanmi, yo'qmi garantiya bermayman, chunki u narsada menda insight bormi, yo'qmi, u narsani ham bilmayman. Shunchaki meni qo'llab-quvvatlash sifatida komment, like, podpiska kutaman. Bu menga albatta katta motivatsiya bo'ladi. Xudo xohlasa men o'zimga goal qilib oldim. Har hafta, hech bo'lmasa har hafta bitta shunaqa solo podkast, mini podkastcha qilishga o'zimga o'zim va'da berdim. Va albatta sizlar menga motivatsiya bersanglar, sizlar menga qo'llab-quvvatlash qilsanglar. Hammaga xayr.